Assalomu alaykum. Efirda Munozara maydoni tok-shousi studiyada boshlovchi Shahzoda Norqulova. Har galgidek biz jonli efirdamiz. Agar sizda ham fikr, mulohazalar va savollar tug'ilayotgan bo'lsa, albatta mavzu yuzasidan biz bilan bevosita bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun 72 kodi bilan 226 0841 raqamlariga sim qoqing yoki ekraningizda ko'ringan manzillarimiz orqali bizga SMS nomalarni yo'llashingiz ham mumkin bo'ladi. Xo'sh, bugungi munozara maydonida tilga olinadigan mavzu menimcha hech bir insonni bee'tibor qoldirmaydi. Farzand hayotimiz mazmuni, ko'zimizning oq qorasi. Biz ularning kelajagini, poydevorini maktabgacha ta'lim tizimiga, ya'ni bog'chalarga va undagi tarbiyachilarga ishonib topshiramiz. Ammo ming afsuski, keyingi paytlarda bog'chalarda bolalar xavfsizligi, panjara orasidan qarash, tarbiyachilarning o'z kasbiga sovuqqonligi, mutaxassis bo'lmagan xodimlarning tizimga kirib qolishi va eng achinarlisi, go'daklarga nisbatan qo'pollik, hattoki zo'ravonlik holatlari tez-tez quloqqa chalinmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boryapmiz. Bundan tashqari, bog'chalardagi ta'lim-tarbiya sifati va bolalarning ovqatlanishi bilan bog'liq muammolar haligacha ham o'z yechimini topgani yo'q va bu haqida ham juda ko'p fikr, mulohazalar aholi o'rtasida bildirilyapti. Bugun studiyamizga taklif etilgan mutaxassislar bilan birgalikda aynan shu mavzularda fikr, mulohazalar yuritamiz. Demak, mavzu bilan siz ham tanishdingiz, sizda ham fikrlar, savollar bo'lsa, albatta ekraningizda ko'ringan manzillar orqali biz bilan bog'lanishga harakat qiling. Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsiz. Bugungi munozara maydonida tilga olinayotgan mavzu menimcha sizlarni ham befarq qoldirmaydi. Chunki mavzu bilan bevosita bog'liqsiz va bu jarayonlarda o'zingiz ham ishtirok etyapsiz. Keling, dastlab nima uchun bugun bog'chalarimiz farzandlarimiz uchun 100% xavfsiz maskanga aylana olmayapti? Ota-onalarning esa aynan mana shu bog'chalarga bo'lgan ishonchi kundan kunga susayib boryapti. Buning sabablari nimada? Marhamat. Marhamat, eshitamiz. Albatta har bir oilani, har bir ota-onani eng buyuk maqsadi farzandini elni koriga yaraydigan, odobli, axloqli, madaniyatli inson bo'lib yetishishlik maqsadi bo'ladi. Maktabgacha ta'lim deb qo'yibdi bog'chani. Bog'cha asosan farzandlarimizni maktabga tayyorlaydi. Endi bog'chada kimlar ishlayapti? Ularni ishga qabul qilish jarayonlari qanday amalga oshirilayapti? Bu masalalarga biz go'yo e'tibor ham bermaymiz. Mana men 50 yil ta'limda ishlaganman. Bir vaqtlari shahar xalq ta'limida bog'chalarni nazorat qiladigan shahar xalq ta'limi bo'limida alohida bo'lim bo'lar edi. U yerda metodistlar bo'ladi, uslubchilar. Ularda faoliyatini nazorat qiladigan maxsus bo'lim boshliqlari bo'lar edi. Bog'chalarga qabul qilinadigan har bitta xodim atroflicha o'rganib chiqilar edi. Kim bolaga qo'l ko'taradi, bir o'ylab ko'ring. O'zini millatini, o'zini vatanini, o'zini kelajagini qadriga yetmaydigan, ertangi kunni o'ylamaydigan, bugungi kunda prezidentimiz tomonidan ulkan islohotlarni amalga oshirilayotganligini sezmaydigan qalbsiz odamlargina bu mudhish ishlarga qo'l urishi mumkin. Afsuski, oramizda aynan mana shunday tarbiyachilar ham uchrab turibdi. Biz mavzuga tayyorgarlik ko'rish jarayonida fuqarolarning ham fikr mulohazalari bilan qiziqqan edik. Bizda lavhalar bor. Albatta rejissyorimizdan iltimos qilamiz, ushbu lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Ana undan so'ng suhbatimizda fikr mulohazalarimizda davom etsak bo'ladi. Marhamat. Bugun maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun qulay sharoit, yaxshi imkoniyatlar yaratilmoqda. Buning zamirida esa farzandlarimizni yaxshi ta'lim-tarbiya olishi, sog'lom va kelajakda baquvvat bo'lib o'sishi uchun asos bo'la oladi. Ayni maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faoliyati, ovqatlanish ratsioni, umuman olganda ularning bugungi kundagi faoliyati ota-onalarni qanchalik qoniqtirmoqda? Bugun aynan mana shu savollarga ota-onalar bilan birgalikda javob izlashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, xayrli kun. Ayni bog'cha, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faoliyatiga
qanday baho berasiz bugungi kunda? Yaxshi baho beraman. Yaxshi. Zo'r bog'chasi, bolalarim hammasi kiygan. Mana buni ham kelyapti. Ikkita bolam kiygan. Ovqatlanish ratsionlari, umuman mashg'ulotlari farzandingizni o'zlashtirish qay darajada? Yaxshi, zo'r. Ikkita bolam ham chiqqan yerdan yaxshi chiqqan, zo'r chiqqan. Hozirda o'qishi ham yaxshi ikkita bolamga ham. Uchinchisi ham xudo xolasa mana zo'r. Yana bir savolimiz bor. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ayni bog'cha opalarini qaysidir ma'noda urgani yoki bo'lmasa farzandlarimizni mana shunaqa bir holatdagi videolar chiqyapti. Bunday holatlarga qanaqa baho bergan bo'lardingiz? Yo'q, unaqa holatga baho bermayman. Unaqa narsa bo'lmagan. Ikkita bolam ham kelgan, bunisi ham keladi. Naborotiga bu bog'chani yaxshi ko'rib keladi. Ertalab ham kelishadi, yaxshi. Injiqlik qilishmaydi. Yo'q. Assalomu alaykum, xayrli kun. Bugungi kunda bog'chalar faoliyati va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faoliyatiga qanaqa baho berasiz? Juda ham zo'r. Ayniqsa bu bog'cha yaqinda remontdan chiqdi. Juda ham sharoitlar o'zgardi. Undan minnatdormiz. Davlat bog'chalari bilan xususiy bog'chalarning farqi nimada deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda menimcha bularni deyarli uncha farqi qolmadi, chunki har ikkalasida ham malakali ustozlar, yaxshi har tomonlama zo'r deb o'ylayman. Davlat bog'chalari va xususiy bog'chalarning deyarli farqi yo'q. Demak, teng baholaysiz mehnat faoliyatini. Teng baholayman. Assalomu alaykum, xayrli kun. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ayrim bog'chalardagi o'sha farzandlarimizga nisbatan ko'rsatilayotgan o'sha zo'ravonliklar, qaysi ma'noda zo'ravonliklarni ko'rinishlari bolalarimizga qaysi ma'noda ham ruhiy, ham ma'naviy zarba bo'lmoqda. Ayni bu holatlarga qanaqa baho berasiz? Ayni damda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p tarqalayotgan bolalarga zo'ravonlik, tazyiq o'tkazish, ularga qo'pol muomalada bo'lish bu asosan oilaviy bog'chalarimizda bo'lyapti. Davlat bog'chalarimizda bunaqa holatlar juda kamdan kam uchraydigan holat. Bizda masalan Jizzax viloyatida deydigan bo'lsak, Jizzax viloyatida davlat bog'chalarimizda kam. Sababi bu viloyat bo'yicha, masalan viloyat bo'yicha oladigan bo'lsak, viloyat bo'yicha ta'lim standarti bor bizda. Bularda o'ziga yarasha o'sha davlat ta'lim standarti bilan ishlash jarayonida bolani bo'sh vaqti yo'q. Ham bo'sh vaqtidan unumli foydalanish, bola bilan boyagidek urush darajasigacha olib borishgacha bo'sh qoldirmaydi bolani. Keyin viloyatimizda yana bitta narsa yo'lga qo'yilgan, viloyatimizda emas, respublika bo'yicha yo'lga qo'yilgan vazirlik tomonidan har bitta tarbiyachidan test olinyapti. Ularda psixik holati qanday? Qanday holatda ishxonaga kelyapti, qanday holatda boyagidek tarbiyalanuvchilar bilan mashg'ulot o'tyapti. Men davlat bog'chasini bergan bo'lardim. Bolam hali ham davlat bog'chasiga boradi farzandim. Uy bog'chalariga ham berdim. Uy bog'chalarida ham sharoit yaxshi, lekin davlat bog'chamizda hozir hamma shart-sharoitlar yaxshi. Ovqatlar, pitsaniyasi hammasi yaxshi. Men o'shaning uchun davlat bog'chasini tavsiya qilaman hamma uchun. Davlat bog'chalari ma'qul ko'raman. Nima uchun? Davlat bog'chalari rejim bilan hamma narsasi, dars o'tishi ham, ovqatlanishi, uxlashi. Shuning uchun davlat bog'chalarini hammaga tavsiya qilardim. Xususiy bog'chalarda ko'plari oliy ma'lumotga ega bo'lmagan, mutaxassis bo'lmagan xodimlarni yollab ishlatishadi. Davlat bog'chalarida mutaxassislar o'zini mutaxassis ishlaydi. Tarbiyachi oliy toifali, oliy ma'lumotli, bakalavr diplomi bor, pedagoglar ham shunday. Assalomu alaykum, xayrli kun. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ayrimlarida ijtimoiy tarmoqlarda ko'zimiz tushyapti, eshityapmiz, qulog'imizga chalinyapti. Bolalar uchun zo'ravonliklarning qaysidir ko'rinishlari amalga oshirayotgani, bolalarni urish, jerkish holatlari. Bu jarayonlar qanchalik tartibga olinyapti va qanaqa natija beryapti? Avvalambor bu bolalarga zo'ravonlikka qarshi kurash bo'yicha har bitta davlat tashkilotida mana kameralashtirgan tizim bor. Bu shaffoflik tarzida bu nafaqat bizda xonada, bu ichki ishlar xodimlariga ham ulandi va bular bizdan tashqari ichki ishlar nazoratida ham turibdi. Bizda 1 oy saqlansa, ichki ishlarda 3 oygacha bu ma'lumotlarimiz saqlanadi. Bu o'zi davlat ta'lim standarti bo'yicha ishlagan uchun davlat bog'chalarida bu holat kuzatilmayapti. Chunki tarbiyachilar, yordamchi tarbiyachilar, bolalar bilan ishlaydigan har bitta pedagog har doim bu zo'ravonlik holatlari bo'yicha o'qitilyapti, o'rganilyapti, ularning ruhiy holatlari o'rganilyapti. Chunki har bitta holat tarbiyachini o'sha ruhiy holatiga bog'liq. Kelganda tarbiyachini qanday holatda kelganligi, uydagi muammolar haqida o'rganilib, psixolog bilan hamkorlikda ishlanyapti. Mana lavhani birgalikda tomosha qildik. Ota-onalarni, yurtdoshlarimizni fikr mulohazalarini siz ham eshitdingiz. Xo'sh, sizningcha bugun maktabgacha ta'lim muassasasidagi tizim qanday o'z faoliyatida davom etyapti va aynan ushbu hududga ishga qabul qilinayotgan tarbiyachilarimiz qay usulda ishga qabul qilinyapti?
Shu haqida fikr mulohazalaringiz bo'lsa eshitamiz. Marhamat. Marhamat. Mikrofonni olasiz. Marhamat. Davlat bog'chalariga pedagoglarni qabul qilish asosan suhbat asosida qabul qilinishi kerak. O'sha psixolog birgalikda uning ruhiy holatini bilgan holatda ishga qabul qilinsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Tibbiy ko'rikdan o'tgan Tibbiy ko'rikdan o'tgan holatda suhbatidan va aynan psixolog suhbati alohida e'tibor qaratish kerak. Chunki mana shu bo'layotgan bolalarga nisbatan bo'layotgan zo'ravonliklar ham o'sha ruhiy pedagogning ruhiy qandaydir yetishmovchiligidan kelib chiqyapti-da. Uni oilasida qandaydir muammosi bo'lganmi yoki boshqa muammosi bo'lganmi, mana shu sababli ko'proq bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari kuzatilyapti. Marhamat, fikrlaringiz. Mana shu zo'ravonlik holatlari bo'yicha aynan malaka oshirish institutlarida o'qitilyapti hozir. Har bir xodim oilaviy maktabgacha ta'lim muassasalari va davlat maktabgacha ta'lim muassasalari barchasi o'qitilyapti. O'zim aprel oyida mana shu o'quv jarayonini boshdan kechirdim va bizdan keyingi kurslar xuddi mana shu oilaviy maktabgacha ta'lim xodimlari tahsil olishyapti. Ularga ham xuddi biz o'tilgan darslar, xuddi biz ko'rayotgan amaliyotlar joriy etilgan va men o'ylaymanki mana shu muammolar baribir o'z yechimini topadi. Borib mana hamma xodimlar, tarbiyachilar malakasi oshyapti, o'rganyapti. Zo'ravonlikning barcha turlaridan bolalarni himoya qilish degan alohida dars o'tildi bizga. Va o'sha darsda bolalarni hattoki urush turtish emas, uni e'tibordan chetda qoldirishimiz ham zo'ravonlik ekanligi tushuntirildi. Va oilaviy maktabgacha ta'lim tarbiyachilari ham bu ta'limni olishdi, o'rganishdi va amaliyotda joriy etishadi deb o'ylayman. Lekin bilasizmi, nimagadir bugungi kunda xususiy bog'chalarga ota-onalarning ishonchi kamayib boryapti. Hozir mana fuqarolarimiz fikr mulohazalarini ham eshitdingiz. Ular ko'proq davlat bog'chalarini ma'qul ko'rishyapti. Aynan davlat bog'chalarida davlat standartlariga amal qilgan holda tizim ishga yo'lga qo'yilgan deyildi. Lekin bizda maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim olish tizimi bir xil e'lon qilingan, bir xil joriy etilgan, to'g'rimi? Marhamat opa, eshitamiz. Boshqarma vakilidan eshitamiz. Marhamat. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hamma dasturlarimiz bitta. Ilk qadam o'quv dasturi asosida olib boriladi hamma ta'limda jarayonlari. Keyin davlat ta'lim standartlari ishlab chiqilgan. Standartlar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari guruhlari jihozlangan. O'quv jarayonlarini o'sha standartlar va o'quv dasturi asosida tashkil etiladi. Hamma pedagoglarimiz bu dasturlar bilan tanish, o'rgatilgan, o'qitilgan. Hozirgi siz aytayotgan jarayonlarni men izohlamoqchiman. O'sha tarbiyachilarimiz, umuman pedagoglarimiz o'rtasida o'sha yetishmovchilik natijasida mana shunaqa narsalar hosil bo'lyapti. Hozir bizda davlat bog'chalarimizda deyarli hammasida psixolog shtati bor. O'sha psixologlar pedagoglarni hammasini ertalab o'sha ishga kelgandan to ketgunga qadar ular kuzatib, har xil treninglar o'tkazyapti. O'sha treninglar asosida o'sha pedagoglarimiz ruhiyatlari ochilyapti. Muammolarning yechimini topishga harakat qilyapmiz. Mana hozir 13-bog'chamizda juda yaxshi narsa trend qilib qo'yilgan. O'sha Donish va Inoyat opa o'sha bog'chamiz direktori hisoblanadi. U kishi o'sha har bir pedagog bilan alohida ishlab, o'sha muammolarni o'rganadi-da. Har hafta albatta u narsani moliyaviy jihati bor. O'sha kasaba uyushma tomonidan keyin o'zlari ishlab chiqarishdan topgan ortiqcha mablag'lar hisobiga dam olishlar, sayohatlar tashkil etiladi. Hozir o'sha bog'chamizda ozgina xodimlar o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lgan edi. U kishi direktor bo'lgunga qadar. Hozirgi kunda o'sha narsalar yo'q. Demak, o'sha pedagoglarimizni ham motivatsiya berib rag'batlantirishimiz kerakmi?
sababi 10,5 soat davomida pedagoglarimiz o'sha bolalar bilan birga ishlashadi. Kezi kelganda oilada o'zimizning ikkita farzandimizga qarashda ba'zida juda asabiylashamiz. 30 ta bolaga o'sha 10,5 soat davomida qarab turishni o'zi ham juda ham katta matonat hisoblayman. To'g'riki, har bir kasbning o'ziga yarasha mashaqqatlari bor, lekin aynan mana shu tarbiyachilarimiz ishga qabul qilinayotganda tizimda ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha qabul qilinyaptimi yoki shunchaki tanish bilish bilanmi? Yo'q, tizimda ko'rsatilgan o'sha ma'lumotlari to'g'risidagi hujjatlar taqdim qilinadi. Albatta bir hafta, 10 kun, 15 kun davomida u sinovdan o'tadi. O'sha sinovlardan o'tgandan keyingina u ishga olinadi. Albatta unday bo'lsa nima uchun bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda tez hattoki har kuni shunday lavhalarni kuzatyapmizda, aynan tarbiyachilarimizni borgan sari jahldor bo'lib borishi, tarbiyalanuvchiga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lishi, hattoki ayovsiz bolajonlarimizni, go'daklarni jazolash holatlari kuzatilyapti-da. Shunday, endi baribir 5 qo'limiz birda emas. Mana oilaviy xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlariga o'sha suhbat asosida, keyin mutaxassis yetishmovchiligi sabablimi ular oyliklari ozgina oz bo'ladi. Keyin xususiylar boyagi og'zaki shartnoma yoki shartnomalar bilan o'sha kelishilgan holda narx to'lanadi-da, oylik to'lanadi. Davlat bog'chalarimizda standart o'sha maoshlar o'lchab qilib qo'yilgan, o'sha standartlar asosida oylik to'lanadi. Balkim shu sababdir. Bizni davlat bog'chalarimizda unaqa zo'ravonlik voqealari umuman uchragani yo'q. Biz shunda ham uni oldini olish, profilaktik o'tkazish maqsadida psixologlarimiz shunaqa treninglar, suhbatlar o'tkazib turadi. Albatta oilaviy, keyin bu xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan hozir ish olib boryapmiz. Har bir tarbiyachini shu hayotini o'rganishga, uni ichki dunyosini o'rganishga harakat qilib, o'sha muammolarni hal qilishga harakat qilyapmiz. Albatta. Xurshid opa, shu o'rinda sizga murojaat qilmoqchi edim. Aynan tarbiyachisi tomonidan turli tazyiqlarga uchragan bolajonlarimiz ruhiyatida qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Kelajakda ular qanday inson bo'lib voyaga yetishi mumkin? O'rinli savol berdingiz. Avvalambor assalomu alaykum. Juda ham chiroyli dastur e'lon qilibsizlar. Baribir har bir insonni psixologiyasida, har bir insonda, har bir shaxsda o'zini o'sha ulg'ayib o'sgan maskani, oilasi, ya'ni ta'lim tarbiya olgan joyi juda ham muhim ahamiyatga ega. Biz hozir aytib o'tyapmiz, har bir tarbiyachida yoki har bir insonda har xil ko'rinishdagi, shakldagi xarakteri mavjud. U xarakter joyiga qarab, holatga qarab, insonlarning muhitiga qarab o'zgaraveradi. Bu masalan o'sha davrdan kelib chiqib, yoshidan kelib chiqib tanlamaydi holatda. Masalan, har bir inson ertalab turganda oilangizda birda xursand bo'ladigan kuningiz bor, birda xafa bo'ladigan kuningiz bor. Qaysidir har doim inson bir xil kayfiyatda uyg'onmaydi-da. Shunaqa paytida ko'pincha tarbiyachilar o'sha holat bilan, o'sha emotsional holat bilan ishxonaga kelganda har bitta insonga ta'sir o'tkazishga, ya'ni nima uchun faqat men xafa bo'lishim kerak, mendagi shu holatni hamma ko'rish kerak degan narsasi, ego pozitsiyasi juda ham yuqori bo'ladi va shu paytda bolalarga yoki atrofdagi insonlarga o'zini o'sha ichki emotsional holatini ta'sir kuchi juda ham yuqori bo'ladi. Aslida tarbiyachining mana shunday kayfiyat bilan ishni boshlashi yoki alamini bolajonlardan olishi to'g'rimi? Bizning eng katta xatoyimiz, biz albatta qaysidir o'zimizni ichki, ya'ni kuyish deydi, ichki выгорание holatimizni tashqariga kimdandir, ya'ni o'sha bolalardan alamni olish bu eng zaif insonning ishi o'zi aslida. Chunki ilm darajamiz, dunyoqarashimiz, fikrlashimiz ko'p narsaga ahamiyatga ega. Mana ayniqsa davlat tashkilotida ishlaydigan yoki mana shunaqa muassasalarda ishlaydigan o'sha ishchilarimiz yoki xizmatchilarimiz albatta o'zini bolasidek qarash kerak farzandlarga. Chunki biz bilmaymiz birovni bolasi qanaqa holatda uydan keladi va o'sha holat, emotsional holat butun umrga esdan chiqmaydi-da. Masalan, bolalaringizdan so'rasangiz, o'sha yoshligida qaysidir tarbiyachidan yoki qaysidir o'qituvchidan og'riqli joy qolgan bo'lsa, hali-haligacha o'sha narsani eslaydi. Chunki bolada juda ham beg'uborlik bor. Xuddi oppoq varaqdek ularda har doim emotsional holatda o'zgaruvchan bo'lib, aynan og'riqli joyi xotirada qolib ketadi va holat eng vahshiylik deb baholashimiz mumkin-da. O'zi aslida tarbiyachilar ko'proq onajonlarimiz, ayollarimiz, xotin-qizlarimiz, to'g'rimi? Ayollarimiz, xotin-qizlarimiz azaldan bolajon bo'lib kelganda, lekin nima uchun ular aynan ish jarayonida mana shunday vahshiylikka yo'l qo'yishyapti? Buning sabablari nimada? Va aynan nima uchun xususiy bog'chalarga nisbatan aholining fikri o'zgarib boryapti? Dildor opa, hozir mana yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, davlat bog'chalarida albatta
bog'chalarda joriy etilgan tizim asosida tarbiyachi ishga qabul qilinadi, lekin xususiy bog'chalarda ba'zi bir holatlar kuzatilyapti deb. Bu holatlarni kim nazorat qiladi? Biz aynan mana shu holatlar bilan aybni yopib keta olamizmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, bu holatlar bilan ayblarni yopib ketib bo'lmaydi. Mana hozir bitta narsa, boya rusizabon mutaxassislarimiz ozda. O'sha ozgina rus tilini biladigan, qanaqa mutaxassislikda bitirgan bo'lsa ham, pedagog bo'lsa bo'ldi, shu narsani ishga olishyapti-da, u boyagi maktabgacha ta'lim umuman boshqa narsa. O'qituvchi umuman boshqa odamda. O'qituvchini tarbiyachi qilib qo'yolmaymiz. Uni sabablari bor. Hozir podxod deyiladi-ku, boyagi bolaga yondashuvi boshqacha bo'ladi tarbiyachini. O'sha jihatlarida ozgina kamchiliklar bo'lyapti. Albatta, bu tizimimizda hozir o'sha profilaktik ishlar olib borilyapti. Sababi yangi tashkil etilgan tizimda albatta xato kamchiliklar bo'ladi. Mana xususiy o'sha bog'chalarimizni me'yorlashtirish kerak. Oilaviy bog'chalarni tashkil etilgani bu yangilik emas, bu bir necha yil oldin tashkil etildi. Asta-asta mana hozir lekin haligacha ham muammolar uchrab turibdi-da. Shunday. Tizimimiz o'sha yangilanib, hozir raqamlashtirishga o'tilyapti. Har bir bolani o'sha FISID'da yo'qlama qilinyapti. Ota-onalarda ovqat badal pullarini ham to'lashi onlayn hisoblanyapti. Bu borada jamoatchilik fikri bilan ham qiziqamiz. Ular ham aynan mana shu masalalarni o'rganishga harakat qilishgan. Bugun har bir bog'chada adashmasam kuzatuv kameralari bor. Hozir lavhada ham eshitdik, aynan bu kuzatuv kameralari ichki ishlar organiga ham ulangan, bog'langan. Bevosita ular bir-biri bilan kuzatuvda. Lekin nimagadir hali ham mana shu kuzatuv kameralaridan ham qo'rqmasdan o'zini jahlini bolalarga sochayotgan tarbiyachilar borda. Marhamat. Haqiqatan ham mana bu kishi aytdi, mana shu go'daklarda, bolajonlarga nisbatan ishlatilayotgan zo'ravonlik eng juda bizning millatimizga nisbatan juda xunuk manzara. Lekin mana ish faoliyatimiz davomida juda ko'p marotaba bog'chalarga ham borish, ko'rish, mana shu har xil tadbirlarida qatnashish bo'yicha ko'p marotaba bo'lganman-da. Lekin hamma narsa borib yana boya malaka darajasi bilan kadrga bog'liq. Bir xil sharoit, bir xil topshiriq, bir xil dastur, lekin ikkita bog'chada ikki xil vaziyat. Davlat bog'chasida ham bor bunaqa kamchiliklar, keyin xususiy bog'chalarda ham. Bir kuni mana shunday bir sabab bo'ldi. Haqiqatan ham uy bog'chasiga borishga to'g'ri kelib qoldi. O'shanda borib ko'rsak, uy bog'cha endi qisqasi hech dastur, hech qanaqa narsaga amal qilmay, bolalarni faqat ushlab turish uchun nima qilib turgan ekan. Keyin bizni kelganligimizni bilib, darhol eshikni hali ochmasdan fartuklarini kiyib, boyagi hamma narsani taxlab, keyin nima qilyapti-da. Demak, menimcha shu uy bog'cha, xususiy bog'chalarda nazorat kamroq davlat bog'chalariga nisbatan. Biz ko'proq haqiqatan ham davlat bog'chalariga tez-tez borib, ularni mana shu bolalarning xavfsizligi, ovqatlanishdagi, mana umuman hamma tomonlama dam olishi, shu darslarini o'tishi, mashqlarini o'rganib turamizda, nazoratga ham olamiz. O'rganish jarayonida nimalar aniqlandi va qaysi nechta bog'chaga masalan chora ko'rildi? O'rganish jarayonida shunday nima bo'ldi endi, mana ovqatlardan zaharlanish yoki xavfsizlik masalasida o'rganganimizda ba'zi bog'chalarga borsak, hatto o'sha tok, mana elektr toki ochiq holatda turganda ham, agar ozgina bee'tiborsizlik oqibatida shu farzandi bolalarimizdan birontasi o'shani nima qilib qolishi mumkin edi, ushlab yoki boyagi voqealarga o'shani aytsak achchiqlanib xafa bo'lgan bog'cha mudiralari ham bo'lyapti-da. Nima sizlar xabar berib kelmaysizlarmi deb. Xabar berib keladigan bo'lsak, unda anaqa boyagini to'g'irlab qo'yishi mumkin. Uni ustiga mas'uliyat bo'lish kerak-da. Shu ko'rdik, masalan, ovqat berilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, obedda o'zini menyusi, ratsioni bor. Lekin o'sha talabga javob bermagan holatda ham berayapti-da. Ko'pi to'g'risi buni ko'p ota-onalar ham ba'zilari bilmaydi, lekin baribir ular ham o'z farzandlari nima bilan ovqatlanyapti, qanday nima qilyapti.
shunday nazorat yozgi qilib borishlari paytda kerak. anaqa quruq mevalarni hozir issiqda anaqa qilib ham ketadi, aynib ham qoladi. O'shalarni ham so'k holatida berayotgan holatlarini kuzatyapmiz. Bu juda yomon. Yozda Gulzod opa nechta bog'chaga, masalan shaharda nechta bog'chaga chora ko'rildi? shaharda emas, biz o'zimizni tumanimizda shu 2ta bog'chaga chora ko'rildi. Keyingi faoliyati bilan ham qiziqdingizmi? Keyingi faoliyatini ularga muddat qo'ydik. O'shandan keyin mana qani o'zgarish bo'larmikan deb. Shu holatda ham ba'zilari o'zgarish qilmaydi. Ba'zilari bahona izlaydida mana shunaqa deb. Shuning uchun ham menimcha baribir boyagi vijdonli, bir insofli bolajonlarni bir yaxshi ko'radigan kadr bo'lsa, u hamma narsaga e'tiborli bo'ladi. Yana baribir aylanib kadrlarni ishga qabul qilish jarayoniga kelib to'xtalyapmiz-da. Agar haqiqatan ham o'z kasbining ustasi bo'lsa, menimcha u qaysi ishi to'g'ri, qaysi noto'g'ri ekanligini juda ham yaxshi biladi, to'g'rimi? Bu borada mana hozir shahrimizdagi eng namunali bog'chalardan biri Mangu bolajon bog'chasi vakillari ham ishtirok etyapti. Qabul juda ham keng, to'g'rimi? Bugungi kunda bolajonlarimiz uchun juda keng imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berilyapti. Bu haqida fuqarolarning fikrlarini ham eshitganmiz. Marhamat. Mangu bolajon nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasida psixolog bo'lib ishlayman. Va biz yuqorida aytyapmiz, o'sha tarbiyachilarni ishdan tashqari holati ham baribir ish jarayoniga ta'sir qiladi deb. O'z ish faoliyatimizni shunday yo'lga qo'yganmiz. Har oyda 2 marta o'sha tarbiyachilar bilan seminar, psixologik seminar, treninglar tashkil qilamiz va oyda 1 marta o'sha tarbiyachilarning ruhiy holatini baholash uchun agressiya, stress, xavotirlanish darajasini aniqlashga mo'ljallangan psixologik testlar o'tkazamiz. O'sha testlardan yuqori ball olgan tarbiyachilarni individual suhbat tarzida shug'ullanamiz va ularni qiynayotgan muammolar, hayotida bo'layotgan, umuman ishdan tashqarida bo'layotgan muammolar to'g'risida suhbatlashamiz va ularga yordam beramizda. Va seminar treninglarda aytaman, men har doim tarbiyachilarga aytaman-da, siz tarbiyalayotgan bolalarga oddiy bola sifatida qaramang. Biz tarbiyalayotgan bolalar O'zbekistonning kelajagini quradigan bolalar. Biz O'zbekistonning kelajagini quradigan bolalarni tarbiyalayapmiz. Har doim yaxshi kayfiyatda bolalarning yoniga kiring. O'zingiz kayfiyatingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, siz bolalarning rahbarisiz. Chunki bilamiz, har birimiz ish jarayonida rahbarning kayfiyati o'sha xodimlarga ta'sir o'tkazadi. Albatta ta'sir o'tkazadi psixologik jihatdan. Rahbarning kayfiyati qanday, rahbarning ish yuritishi qanday bo'lsa, o'sha xodimlarda ham aks etadi. Siz bolalarning rahbarisiz. Siz berayotgan kayfiyat, siz berayotgan ijobiy energiya bolalarda ham xuddi o'sha narsani shakllantiradi, ijobiylikni shakllantiradi. Hayotga yorqin tarafdan qarashga, agressiv munosabatda bo'lmang bola bilan. Hech qachon agressiv munosabatda bo'lmang deb qayta ta'kidlaymiz biz seminar treninglarimizda. O'sha marhamat tarbiyachilarimiz bilan. Mangu bolajon nodavlat maktabgacha ta'lim muassasamiz 200 o'ringa mo'ljallangan. Hozirgi kunda yozgi sog'lomlashtirish ishlari olib borayotganligi sababli 180 nafar tarbiyalanuvchi mavjud. Bizani xususiy bog'chamiz bo'yi davlat bog'chalari deyapsizlar. Bizda xususiy bo'lgani bilan bizda ham xuddi bo'ya boshlig'imiz, uslubchimiz, hamshira, metodist, psixolog, logoped, defektologlarimiz bor. Maktab davlat bog'chalarida qanday standartlar asosida ta'lim jarayonlari tashkil etilgan bo'lsa, bizani nodavlat bog'chamizda ham xuddi shunday tashkil etilgan. Barcha sharoitlar, imkoniyatlar bor. Faqatgina unumli foydalansak bo'lgani. Endi boya davlat bog'chasi va nodavlat bog'chalarning hammasi ham boya davlat talablariga javob bermaydi deb ayta olmaymiz-da. Demak, javob beradiganlari ham bor. Bor, albatta. Xo'sh, ish jarayonida tarbiyachilarning xulq-atvorini kim nazorat qiladi? Bolalarimizning xulq-atvorlari, ularning haq-huquqlarini kim nazorat qiladi ish jarayonida? Marhamat, eshitamiz. Maktabgacha ta'lim sohasida tarbiyachilarni birinchi o'rinda direktor qabul qiladi, suhbat asosida, keyin psixolog. Maktabgacha ta'lim sohasida tarbiyachilar oliy ma'lumotli ko'proq kadr yetishtirsa, farzandlarimiz, bolajonlarimiz yaxshi ta'lim tarbiya olib, yaxshi o'zlashtiradi-da. Shu haqida fikrlaringiz, marhamat. Bolalar sog'lig'i deyildi. Bolalar sog'lig'ini asosan tarbiyachi va tarbiyachi bolani nazorat qiladi, ko'radi. Boladagi o'zgarishlarni baribir o'sha tarbiyachi ko'radi, biladi va bu haqida
agar o'zgarish bo'ladigan bo'lsa sog'lig'ida yoki psixikasida o'zini sohasiga yo'naltiradi. Misol uchun psixikasida qandaydir o'zgarish bormi, psixologga yo'naltiramiz. Nutq jihatidan qanaqadir oqsash bormi, buni logopedga yo'naltiramiz. Yoki sog'lig'ida bosh og'riyaptimi, yo qorin og'riyaptimi, nimadir og'riq bo'ladigan bo'lsa, sog'lig'ida o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, albatta hamshiraga hamda direktorni ham albatta ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Albatta. Bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizdan bizga fikr mulohazalar kelishni boshladi. Assalomu alaykum. Biz sizlarni G'allaorol tumanida tomosha qilyapmiz deganlar. Farzand birovning farzandini chertishga hech kimning haqqi yo'q. Bugun bog'chalarda farzandlarimizga azob berayotgan tarbiyachilarni umuman bu sohadan chiqarib yuborish kerak. Men shundaylarni bilamanki, bir bog'chadan bo'shab, ikkinchi bog'chada yana o'z faoliyatini davom ettirayotgan tarbiyachilar ham bor. Nima uchun chora qat'iy qo'llanilmaydi, jazo qat'iy emas deb yozib qoldirgan. Agar qat'iy jazo qo'llanilganda, aynan bu holatlar boshqa takrorlanmas edi. Bu meni fikrim deganlar. Marhabo opa. Marhamat, fikrlaringiz. Haqiqatan ham Murod aka, agar e'tibor qaratsak, mana shu jarayonda biz ko'proq tarbiyachini jazolashga harakat qilamizda, lekin nima uchun bu tarbiyachini ishga olgan va tarbiyachini mana shunday faoliyatiga yo'l qo'yib bergan rahbarlarga chora ko'rilmaydi? Juda to'g'ri aytdingiz. Har bitta jamoani tepasida rahbari turadi. Rahbar hushyor bo'lsa, rahbar kundalik vazifani, mas'uliyatni his qiladigan rahbar bo'lsa, u jamoada tartib bo'ladi. Rahbar hammadan oldin kelish kerak. Bugun ishga keladigan har bitta tarbiyachini bugun amalga oshiradigan ishlari bilan tanishish kerak. Uni qo'lida dasturi bo'lish kerak, ish rejalari bo'lish kerak. Uni qanday bajaradi, kimlar uni nazorat qiladi? Rahbar hushyor bo'lgan jamoada tartib o'rnatiladi. Men hozir o'ylab o'tiribman, shu xususiy nodavlat tashkilotiga qarashli bog'chalarimizda kimlar rahbar bo'lib ishlayapti? Mana yaxshi gapni aytdingiz. Kim rahbar bo'lish kerak? Masalan, maktabda yaxshi ishlagan, yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lgan, bir 5 yildan ziyod ish tajribasiga ega bo'lgan odam maktab rahbari bo'ladi. Bog'chadachi? Bog'chada ham yaxshi tarbiyachi, tarbiyani mukammal bilgan, o'zini tajribasida sinab ko'rgan, boshqalarga o'rnak bo'lib ishlay olgan odamlargina o'sha bog'chada katta tarbiyachi bo'lsa, ya'ni direktor bo'lsa, u yerda natija bo'ladi. Bu savolni bejizga bermadim, bilasizmi? Bugun oilaviy bog'chalar deyapmiz, xususiy bog'chalar deyapmiz. Aynan bu bog'chalarda manfaatlar to'qnashuvi borda. Aynan oilaviy bog'chalarda oilaviy ishlashadi ular. Bir-birini albatta himoya qilishadi xodimlar. Chunki aynan bog'chadagi bo'lgan voqeani yashirishga harakat qilishadi. Biz o'zimiz ko'p guvohi bo'lganmiz. Bog'chani tekshirishga borasiz. Mana deydi, shuncha odamni men ish bilan ta'minlab qo'yibman. Mana shuncha odamni qozoni qaynayapti. Lekin tarbiyani qozoni qanday qaynayapti? Kimlarni ishga qabul qilyapsan? U o'qituvchilik ma'lumotiga ega bo'lgan bo'lsa yoki pedagogika institutini bitirgan bo'lsa bo'ldi. Uni tarbiyachi qilib maktabga olsa bo'ladi. Bog'chaga olsa bo'ladi degan xulosa borda. Bu noto'g'ri narsa. Tarbiyachi o'zini vazifasini o'qituvchiga qaraganda u boshqacha his qiladi. U tarbiyachi, u o'qituvchi maktabda ishlaydi. Shuning uchun tarbiyachilarni qabul qilish kerak. Ko'proq o'sha tarbiyachilarga rahbarlik qiladigan rahbarlarning o'zi ham tarbiyachilarning ichidan chiqqan bo'lish kerak. Men taklif qilar edim, bundan keyin maktablarga yoki shu bog'chalarga tarbiyachi bo'lib boradigan har bitta xodimni balki viloyat xalq ta'limi boshqarmasi o'zini tashabbusi bilan bir markazmi, kengashmi tashkil qilish kerakda, hammasini suhbatdan o'tkazish kerak. Suhbatda o'sha psixologlar ishtirok etsin, tibbiyot xodimlari ishtirok etsin. Kerak bo'lsa o'sha ishga boradigan tarbiyachini oilasini, uni o'sha avlodlarini hammasini chuqur o'rganib ko'rish kerak. Agar uni oilasida har kun janjal bo'ladigan bo'lsa, otasi spirtli ichimliklarni ichib xonadoniga tinchlik bermaydigan xonadonni farzandi bo'ladigan bo'lsa, undan ijobiy natija kutib bo'lmaydi. Albatta. Bola taqdiri
ko'chada qolmasligi kerakda yoki Albatta. ishonchli odamlarni qo'liga o'tmaslik kerak. Dastlabki ta'lim tarbiyani bola bog'chadan olib boshlaydida. Albatta. Agar u bog'cha yoshidan boshlab mana shunday nima deydi, travma bilan katta bo'ladigan bo'lsa, ruhiyatida qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, kelajagimiz qanday davom etishi mumkin? Bog'chalarda ijobiy ishlar juda ko'p qizlarim. Juda ko'p. Masalan, mana bugun respublikamizni farzandlari jahon olimpiadalarida juda katta yutuqlarga erishyapti. Demak, shu bolalar ham bog'chani ostonasidan maktabga o'tgan. Demak, yaxshi bog'chalarimiz juda ko'p, lekin ming afsus, bitta ikkita o'sha o'zini ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashadiganlar, vatanni bugungi kunda olib borayotgan ulkan islohotlarni qadriga yetmaydiganlar, o'zligini bilmaydiganlar shu bolalarga qo'l ko'tarib, nafaqat o'zini jamoasini ham, shu kasbda ishlaydiganlarni ham nomiga dog' tushiryapti. Kasb kishini ulug'lamaydi. Ulug'laydi qachon? Agar inson o'zini kasbini ulug'lay bilsagina, kasb insonni ulug'laydi. Mana shunday tarbiyachilarga qanday choralar ko'rilishi kerak? Nima deb o'ylaysiz? Bunday tarbiyachilarni menimcha butunlay tizimdan chetlashtirish kerak. Marhamat. Bu sohaga yaqinlashtirmaslik kerak. Mana qizim, ayting fikringizni. Yaqinlashtirmaslik kerak. Bu adashish emas bu. Ayrim shunaqa kasal odamlar bor, o'zini alamini kelib boladan oladi. Xonadonidagi o'sha kelishmovchiliklarni, zahrini bolaga kelib sochadi. Ulardan hushyor bo'lish kerak. Shunday odamlarni doimo nazorat qilish kerak. Iloji bo'lsa, yaqinlashtirmaslik kerak bu sohaga. Marhamat, fikrlaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Juda ham dolzarb mavzu ko'tarilgan. Tahlil qilib o'tiribman. Oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ming afsuski kuzatib boryapmiz hammamiz. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jismoniy zo'ravonlik, ruhiy zo'ravonlik holatlari ayanchli ravishda ommaviy ekranlarda namoyish etilyapti. Men bunda tarbiyachilarni ham juda ham qattiq qoralamayman. Chunki ular chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan o'tgan taqdirda ham inson emotsiyasi yashirincha bo'ladi deyman-da. O'sha payti balki affekt holatda emas, passiv holatda sog'liqni saqlash nimasidan o'tgan bo'lishi mumkin, tekshiruvlaridan. Lekin bularda bunaqa jahl, o'zini emotsiyalarini boshqara olmay, ojizlarcha o'zidan kichkina kuchi yetmaydigan insonlardan alamini olib, oilaviy holati bilan ish jarayonidagi balansni ushlay olmay, oilaviy holatini ish jarayoniga singdiradigan tarbiyachilar bilan alohida ishlash kerak deb o'ylayman. Bu borada ularni bolalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi texnikalardan foydalanish kerak. U ham ish bermasa, tizimdan chetlashtirishga olib borilishi kerak. Chunki biz bilamiz oldindan o'zbek xalqi bolajon xalqda. Biz ayollardan hech qanday bunaqa agressiv holat chiqmaydi deb o'ylayman. O'zingiz o'ylang-da, farzandimizdan kutuvlarimiz, uni kelajagidan umidlarimiz juda ham katta. Farzandimizni nima uchun bog'chaga beramiz? U ruhiy barkamol, har tomonlama yutuq bo'lishi uchun bog'chaga beramiz. O'zimizni ajratilgan mablag'larimizga qaramasdan uni har tomonlama ta'minlash uchun bog'chaga beramiz. Yutuq bo'lib o'sishi uchun, kelajakda yaxshi inson, komil inson bo'lib yetishi uchun. Biz qanaqa tarbiyachiga beryapmiz bolamizni ishonib? Demak, ota-onalar ham bunda sergak bo'lishi kerak va aynan o'zlari tanlagan bog'chani nazorat qilishga haqli, ota-ona juda ham haqli. Chunki bola hozirgi 1 yoshdan 5 yoshgacha olgan bilimi yoki bo'lmasa atrofdan unga o'tkaziladigan ruhiy bosimi, tazyiq zo'ravonliklari uni poydevori hisoblanadi. Bilasizmi, aynan mana shu muammolarga ba'zi hollarda nomutaxassislarni tizimga adashib kirib qolganligi ham sabab bo'lyapti-da. Ko'pgina mana shu oilaviy bog'chalarda, xususiy bog'chalarda nomutaxassislar o'z ish faoliyatida davom etyapti. Bunga yo'l qo'yib berayotgan rahbarlarga esa albatta chora ko'rilishi kerak, to'g'rimi? Albatta. Bu endi mana shu qarindoshchilikda oqibatida. O'sha qarindoshi ishida yurgan bo'ladi, oilasi qiynaladigan bo'ladi. Shu bog'chani rahbari aka shu ishsiz qolmasin deb olib kelib ishga joylashtirib qo'yadi-yu,
lekin bolani taqdirini o'ylamaydi. Bog'chadagi holatni taqdirini o'ylamaydi. Natijada keyin shu salbiy holatlarni sodir bo'lishiga aslida rahbarning o'zi sababchi bo'ladi. Mana siz aytyapsizki, ulardan hushyor bo'lish kerak deyapsiz-ku. Hushyorlikning yagona yo'li ularni yaqinlashtirmaslik kerak. Uni qonida bo'ladi, hamma unaqa emas. Uni asabiylik qonida, irsiyatida, avlodida bo'ladigan bo'lsa, uni asrab bo'lmaydi. U bir kun emas, bir kun bitta bolani mayib qilib qo'yishi mumkin-da. Bu insonni hayotini, kelajagini, ertangi kunini, taqdirini hal qilib beradigan birovda aziz farzandi u. Yurtimizni aziz farzandi u. Albatta. Shuning uchun bundaylardan hushyor bo'lish kerak. Bizga yana savollar kelishda davom etyapti. Siz aytayotgan bog'chalarda kuzatuv kameralari o'rnatilgan, lekin bu kameralarni ba'zida talab qilib ham ochib ko'ra olmaymiz. Mana shu kameralarni ham tarbiyalanuvchi bolalarning ota-onasining telefonlariga ham ulab berish kerakmikan? Mana shundagina biz ko'p narsani oldini olishimiz mumkin deb yozib qoldirgan. Hozir shunday holatlar bor, juda yaxshi bo'ladi. Ota-ona uyda o'tirib ham o'sha dasturga kirib bolasini bog'chada qanday yashayotganligini, o'qituvchilari unga qanday muomala qilayotganligini uyda o'tirib ham kuzatsa bo'ladi. Kuzatsa bo'ladi. Bu tizim bizda bormi, Dildor opa? Bog'chalarimizda joriy etilganmi? Bog'chalarimizda joriy etilmagan. Faqat xususiy bog'chalarimiz ayrimlari o'sha ota-onalarning talablari asosida ularni o'sha uyali telefonlariga ulab berilgan. Yana bir jihati bor, salbiy jihati bu o'sha hamma ota-ona o'zini farzandiga alohida e'tibor berilishini xohlashadi. Bizda Telegram kanallarimiz bor, guruhlari bor. O'sha guruhlar ota-onalar guruhlariga albatta qilinayotgan o'sha ta'lim-tarbiya jarayoni, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda kichkina videochalar, rasmlar qilib tashlab berishadi. Shunda ham juda katta e'tiroz, juda katta murojaatlar sabab bo'ladi. Sababi 30 ta bolani hammasiga alohida e'tibor berib, alohida yondashib bo'lmaydi. Bu narsani albatta pedagoglik sohasida shug'ullangan insonlar tushunadi. Lekin ota-onalar shuni talab qilishadi. O'sha narsalar talab qilishadi. Ular o'ylashadi, faqat shu meni bolam bilan shug'ullansin, meni bolam oldinroqda turish kerak, meni bolam rasm yaxshi tushish kerak, meni bolam boyagi tadbirda, hamma tadbirda faol ishtirok etish kerak, raqs ijro etish kerak. U narsani albatta o'sha ota-onalarning har birining talabini bajarib bo'lmaydi. Sababi 30 ta bolani birdaniga o'sha masalan bayram tadbirida raqsga chiqara olmaysiz yoki she'r aytira olmaysiz yoki o'sha mashg'ulot jarayonida u bola javob bera oladi, bera olmaydi. Rivojlanish har xil bolalarimiz bo'ladi. Shuning uchun bizda hali ulanmagan. Davlat bog'chalarimizda u narsalar yo'q. Aynan mana shu jarayonni amalga oshirish uchun bizga nima to'sqinlik qiladi? Balkim qaysidir holatlarni, ko'ngilsizliklarni oldini olgan bo'lmaymizmi? Balkim endi yana bir kurmaksiz bo'lmaydi-da, baribir tarbiyachilar orasida bo'lishi mumkin bizda ham. Shunday yana bir narsa bor, o'sha ozgina ota-onasi o'sha bolalarni yutuqlari bilan maqtangisi kelishadi-da, o'sha eng zo'r bola deb hisoblashadi bolalarini. Albatta hamma bayramlarda bu holatni tushundik, lekin aynan bog'chadagi kuzatuv kameralarini ota-onalarning telefon raqamlariga ulab berish uchun qanaqadir muammo bormi? Yo'q, muammolar yo'q, hech qanaqa muammo yo'q. Albatta buni amalga oshirsa bo'ladi. Amalga oshirsa bemalol bo'ladi. Faqat boya aytganimdek ozgina murojaatlar ko'payib ketishi mumkin-da. Chunki qarang, o'sha biz faqatgina bolalar bilan ishlamasdan endi boyagi tarbiyachi uni ota-onalari bilan ishlashga to'g'ri kelib qoladi. O'shanday vaziyat bo'ladi. Chunki bitta bo'layotgan voqeaga 30 ta ota-ona o'rda, ota-ona ikkita olmishta inson har xil fikr bildiradida, har xil tomondan qaraydi, har xil jihatni ko'radi. Qatordan orqada qolib ketsa ham, nimagadir mening bolam orqada qoldi degan fikrlar. Dunyo qarashidan, ilmiy saviyasidan kelib chiqib, har xil yondashuvlar ko'payib ketishi mumkin-da. Endi faqatgina bola bilan shug'ullanmasdan endi ularni ota-onalariga ham bittalab tushuntirishga to'g'ri kelib qoladi. O'shanday vaziyatda. Keyin men ota-onalarga murojaat qilgan bo'lardim, faqatgina maktabgacha ta'lim muassasasidan, tarbiyachilardan o'sha bolangizga berilayotgan ta'lim-tarbiyani qanday ekanligini so'ramasdan boyaga ko'p so'rashadi-da, ovqatlanish qanday, nima qilish qanday, nima yeyapti. Men so'ragan bo'lar aytishdi, ularga aytgan bo'lar nima o'rganayotganiga qiziqing, qanday mashg'ulotlar olib borayotganiga. Ko'pchilik o'sha ota-onalar kelishadi. O'sha faqatgina bog'chani talabini so'rashadi-da, lekin o'zlarini farzandiga nisbatan talabini so'rasak, ya'ni farzandingiz nimani yoqtiradi?
ertalab farzandingizni qanday uyg'otasiz, ertalab farzandingizni nimalar tayyorlab berasiz desak, no. Bir xil ota-onalardan javob ololmaymiz. Hattoki bir xil ota-onalar bor, bog'chaga tashlab ketsa, ishlaydigan ota-onalarda ko'p shunday muammo bo'ladi. Bog'chaga tashlab ketishadi, o'sha bog'chaga ishonishadi, lekin o'sha farzandini o'sha nima mashg'ulotlar bilan shug'ullanayotganiga, undan keyin bog'chadan keyingi shug'ullanishiga bee'tibor qarashadi-da. Men aybni faqatgina tarbiyachilardan izlamasligimiz kerak demoqchisiz. O'zi ham shu ota-onalarni o'zi ham farzandlari bilan qiziqishlari bilan qiziqib, uni nima o'rganayotganligi bilan o'sha takrorlash bo'lishi kerak-da. Ibn Sino bobomiz aytgandek, bilim deydi takrorlashni mevasi deydi. O'sha bilim olish uchun deydi, inson bilim mukammal bo'lish uchun takrorlab turish kerak deydi. O'sha narsa bog'chada olgan bilimlarini bola uyda takrorlasin ota-onasi bilan birgalikda. Faqatgina ozgina qo'shimcha qilib o'tay. Har bitta insonni boya aytib o'tganimizdek xarakter nimalari bor. Biza qanchalik talab qilavermasdan insonlarda shunchalik o'zini talabi oshib ketganki, hozirgi kunda hammaga shu talabni qo'yishni boshladi. Insonlar nima uchun charchab ketadi? Mana agressiv holatga tushib qolasiz kechqurun uyga borganingizda. Chunki shunchalik talabingiz kuchliki, shu talabni kuchliligidan, talabga javob bera olmaganingizda hamma joydan ayb izlashni boshlaydi. Inson o'zidan ko'ngli to'lmabdiki, hammadan nima izlaydi u? Kamchilik izlaydi. Hatto kamchilik izlagan insonni bilingki, demak uni o'zini ichida og'riqlari kuchli. Har bitta insonni og'rig'ini kuchlilik sababi o'zidan ko'ngli to'lmaslik. Buni qarasangiz, har bitta tarbiyachiga yoki o'sha qilayotgan bolaga muomalasidan ko'rishingiz mumkinki, demak o'zini ichki ruhiy holatda qandaydir og'riqlari borki, bu shu narsani tashqarida insonlarga ko'rsatib beradi. Aksariyat ota-onalar mana hozir kuzatuvimiz davomida tashqaridagi fikrlarni eshitib, mana ko'p aholining ichida murojaatda nimalarda yuramiz. O'sha paytida ota-onalar aytadi, uyda o'tiribdi ertadan kechgacha, 4 yosh bolasi bor, qaysidir bolasini farzandini o'sha davlat muassasalariga bergan. Boya talabini qarasangiz, men umuman bolaga qara olmayman, lekin bog'chapa menga shuni qilib berish kerak. Nima uchun? O'zi qila olmagan narsani bog'chapa qilib berish kerak. Birinchi navbatda ota-ona farzandini dunyoga keltirdimi, birinchi mas'ul u. Ota-ona farzand uydagi tarbiyani ko'rib, o'shani shakllantirib, fundamentni olib tarbiyachiga boradi. Xohlaysizmi yo'qmi, bir xil bolachalarni bilasiz, juda ham agressivni borganingizda birdan bola yig'laydi, ko'tariladi, injiqligini kimda? Tarbiyachidan oladi. Obratni anaqasini ko'rish kerak-da, bir-biriga bo'layotgan munosabatda ko'rsangiz, bolani o'sha uyda olib kelayotgan narsasini ta'lim-tarbiya muassasasida boladan kuzatsangiz, yo'q, ko'p narsani bilishingiz mumkin. Boya uyda har deb yolg'onni yoki janjalni ko'rib, zo'ravonlikni ko'rib kelayotgan bolachalar juda ham bog'chaga borganda hech kimning aytganini qilmaydigan, chunki u o'sha uydan, xonadondan keldi, o'sha holat bilan keldi. Albatta buni bolalarga va tarbiyachiga ko'rsatadi. Oilaviy muhit albatta ta'sir ko'rsatadi. Biz hamma tomonlama murakkab holat. Shunday. Bolani ayblashga bizga huquq berilmaganda. Shunday. To'g'ri, u tomoningizga ham qo'shilaman. Lekin men ota-onalarga ko'proq murojaat qilmoqchi bo'lib aytyapman bu sabablarni. Bog'chalarda ota-onalar yig'ilishlari o'tkaziladimi? O'tkaziladigan bo'lsa, o'sha ota-onalar bilan qaysi oiladan murakkab bolalar keladigan bo'lsa, o'sha ota-onalar bilan ham tarbiyachilar, psixologlar alohida ishlash kerak. Alohida ish olib boradi ular. Shu tez uchrashuvlar o'tkazib tursak, o'sha holatni o'rtadan chiqarib yuborish uchun turli xil metodlardan foydalansak, o'rni kelganda o'sha ota-onalar ham yaxshi gapni gadosi bo'ladi. Shu uyida eshitmagan yaxshi gapni tarbiyachidan eshitsa, o'qituvchidan eshitsa, ko'ngli yengil tortadi. Siz bilan do'stlashadi. Sizga ergashib shu bolani ham o'sha holatdan chiqarishda sizga yordam beradi. Albatta. Shuning uchun demak, nafaqat bolalar bilan, ota-onalar bilan ham birga ishlashimiz kerak. E'tibor qilishimiz kerak. Oilaga ham qarashimiz kerak. Bog'cha shunchaki bolani ota-onasi ishdan qaytguncha vaqtincha saqlab turadigan joy emasda. Yoki bu bog'cha biz uchun qaysidir muammolarimizni hal etish uchun bolalarimizga qarab turadigan joy emas. Bizni bog'chaga farzandimizni qo'ydikmi, albatta u dastlabki ta'lim-tarbiyani olishini juda ham xohlaymizda. Bugungi kunda bog'chalardagi mana shu ta'lim jarayonlari qanday yo'lga qo'yilgan, farzandlarimiz viloyatimizda haqiqatda ham maktabgacha ta'lim muassasalarida olishlari mumkin bo'lgan ta'lim-tarbiyani olishyaptimi? Marhamat. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni biz ta'lim tarbiyasi deganda 5 ta rivojlanish sohasini e'tiborga olamiz va mana shu 5 ta rivojlanish sohasi bo'yicha ishlaymiz hamda kuzatuv olib boramiz. Bu sohalar
bolaning jismoniy rivojlanishi va uning gigiyena qoidalariga rioya qilishi, bu birinchi soha. Keyingisi ijtimoiy hissiy rivojlanishi bolaning. Nutq muloqot rivojlanishi, bola muloqot qila olayaptimi erkin, nutqi ravonmi, har bir harfni, har bir tovushni to'g'ri talaffuz qila olayaptimi, o'sha nutq rivojlanish sohasi. Bu katta soha hisoblanadi hamda bilish jarayonlari bolaning hisob kitob yoki bo'lmasa bilish deganda faqat ota-onalar tushunadi, xuddi maktabga o'xshab tushunadi-da. Bilish degani mana bitta sharni dumaloqligini, bu sharligini bilyaptimi yoki havo ichiga kirsa yumshoq narsa pufak shepti va uni suvni ustiga qo'ysak yengil harakatlanyapti, suvdan yengil narsa yuzada harakatlanyapti, bilyapti. Mana bu elementar narsalar ham bilish jarayoniga kiradi. Va oxirida ijodiy rivojlanishi, bolani estetikasi, eshita bilish, mana bu tovushlarga nisbatan ijobiy munosabat, ularni eshitganda uni tushuna olish, unga ijobiy munosabat bildira olish, mana shu jarayonlar ustida ishlaymiz biz. Va bu ota-onalarga ko'rinmas jarayon bo'lib bilinishi mumkin, lekin biz buni kuzatib, buni ustida rivojlantirib ishlab va xaritalarimizda yuritib boramiz. Albatta buning uchun esa tarbiyachi mutaxassis bo'lishi Albatta, lozim. mutaxassis. Men o'zim Biz yuqorida ko'tarayotgan mavzudagi asosiy masala nomutaxassislarning aynan ushbu tizimga adashib kirib qolishi va aynan tarbiyachilarimizni tarbiyalanuvchilarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lishiga to'xtalyapmiz-da. Aslini olganda esa hech qaysi insonni bolajonlarga qo'pol munosabatda bo'lishga haqqi yo'q. Bu borada esa biz albatta o'rganish ishlarini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Fikringiz bormi, marhamat? Fikrim bor, lekin haqiqatan ham mana hozir qizimizdan eshitib shuni aytmoqchimanki, ota-onalar ham boya kamera deydi-ku, shu kamera orqali ham kuzatib boradigan joylari ham bor. Kamera qo'yilgan joylari. O'zim ham kuzatib boraman nabiralarimni. Ba'zida juda xursand bo'lib qo'yaman. Chunki bu nima hech narsani tushunmaydigan, bilmaydigan bolaga o'rgatish ham juda qiyin. Lekin har xil bola, boyagi aytganday, tez qabul qiladigan yoki tez qabul qilmaydigan bolalar bor. Bularning mehnati juda mashaqqatli, ham mas'uliyatli. Lekin shularga katta rahmatlar ham aytamiz. Lekin boyagidek bari uchrab turadi. Unaqa o'zim ham guvohi bo'lganman. Birinchi olib borgan bog'chada 3-kuniyoq betlari qizarib, anaqa bo'lib keldida, juda qattiq qizargan. Endi u bilinib turibdi, qattiq urgan. Keyin ertasi kuni borganimda shu boya erkin edi-da juda, o'zi qabul qilmayapti, shunaqangi yig'layapti, endi u yerda qolishda iloji yo'q. Xuddi shunaqa holatlar bo'ladi. Keyin tezlikda uni boshqa bog'chaga nima qildik, u kishiga ham endi to'g'ri tushuntirib aytdik. Baribir anaqa shunday holatlar kuzatilib turibdi. Kuzatilib turadi unaqa holatlar. Keyin kamerada bu boshqa bog'chaga borganda ko'rdikki, anaqa qiziqishi, nimaga qiziqishini o'sha kameralar orqali bilib oldik-da. Keyin abitini tashlab yuboradi. Endi to'g'ri, hammasini tashlamasa ham asosiy joylaridan tashlaydi. Demak, anaqasidan ham, ovqatlanish jarayonidan ham ko'nglimiz to'ladi. Ba'zi bog'chalarga borganimizda o'sha sharoitni ko'rmaymiz-da. Endi biz ko'proq bog'chalarni ham nazoratga olamiz. O'sha paytda xafa bo'lib ketamiz-da. Nima uchun bir xil sharoitda ikki xil vaziyat? Shuning uchun albatta bularda umuman maktabgacha ta'lim tizimining mehnatlarini ham hisobga olish kerak. Ularga juda mas'uliyat og'ir. Shuning uchun nima deb o'ylaysiz? Maktabgacha ta'lim tizimini adashmaslik kerak demoqchiman-da. Maktabgacha ta'lim tizimini muammolardan tozalash va farzandlarimizning kelajagini xavfsiz bo'lishi uchun tizimga qanaqadir o'zgarishlar kiritish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, albatta anaqa tizimga kamchiliklari ichida bor endi. Hali asta-sekinlik bilan mana o'zgartirishlar ham kiritib bo'lyapti prezidentimiz tomonidan. Masalan, anaqa malakaviy darajasi yetishmayotgan tarbiyachilarga nisbatan hozir mana imkoniyatlar yaratildi. Menimcha maoshlari ham anchagina ko'tarildi. Maoshlari ham ko'tarildi. Keyin o'qish jarayonlari ko'proq malakasini oshirish jarayonlari ham 5 kun ishlab 1 kun o'qish jarayonlari, mana shu ham yaxshi natija beradi.
albatta har bir sohada bo'lgani kabi aynan maktabgacha ta'lim tizimida ham olib borayotgan islohotlarimiz o'z samarasini beradi va farzandlarimiz bizning kelajagimiz ekan, ularning ta'lim tarbiyasiga befarq qarashga hech birimizning haqqimiz yo'q. Bu mavzu yuzasidan qancha fikr mulohazalar yuritsak kamlik qiladi, lekin bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizni kuzatib boring, keyingi dasturlarimizda ham albatta sizga manzur bo'ladigan mavzularda mutaxassislarimiz bilan birgalikda fikr mulohazalar yuritishda davom etamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.